soatdan beri po'xt ishini qilyapmiz. Ha, bo'xt ishidan boshqa narsa yaramagandan keyin qilasanlar-da. Qilmaymiz, jonimga tegdi. Sassiq bo'lsa ham qilasanlar. Qishda isitib o'tirishni bilasanlar sandalda hamang. Aka, bu tez qilib tashlaylik. Akalar, singlimizlarni xafa qilishdi. Yana ulgurmadik. Nima bizlarni oldi o'rtashaveradi. Hajat solishga. Ajit kayfda ana. Dadajon tort pishirdim. Ona qizim, rosa shirin tort pishiradi-da. Akalarni ko'rmadim. Yeb ko'ring, ko'rmadim. Rosa shirin ekan, o'zing yever, akalang qayda-ku? Yeng dedim. Ha, ona qizim erkaliging yoqmaydi-da. Loydan ham shirin chiqargan tort 3 kundan beri loy yeyapman. Ashmasin. Nima uchun men qilishim kerak? Sen ishing bo'lgandan keyin o'zing tozalasan-da. Bu solishga emas. Kim qildi unda? Opa, chochimni o'rib qo'y. Opa, aka bo'ladi. Aka, chochimni o'rib qo'y. Ya sen unga tegma, nima qiz bola ko'ryapsanmi? Bor o'rtalaringni o'yna. Bir yoqqa. Rahmat opa. Arzimaydi. Opa? Qayerdaymi? Miyani xatig'ini chiqarma, ma'rif, qaytar dunyo ko'rasan hozir. Opa. Oltiga yuring, oltiga. Oltiga? Qalay yedingmi sen ham? Yashavar o'g'lim. Ya, Shahlobek, sen qayda urganding bu o'yinda? Yo'q, sen urganmagansan, ma'qut. Senga mana shu yaramasdan o'rgatgan senga o'g'irlar.